birinchi video urok qilishdan oldin aytib o'taman, Xudoni o'zi meni bugun kechirsin, chunki yomon ishga qo'l uryapmiz. Demak, sizlarga va'da qilgandek, video redaktor programmasini bepul ustanovka qilishni o'rgatamiz. Demak, kimgadir bepul yoqadi, kimgadir esa bu programmani sotish yoqadi. Biz esa sotib olmay, har doimgidek yomon yo'l bilan programmani besplatno qilib olamiz. Albatta, programma $30 turadi, unchalik qimmat emas, lekin o'sha pul ham pul. Demak, birinchi mana bu ssilkaga kiramiz. Va'da bergandek, video redaktor bugun bo'ladi. Demak, ushbu ssilkadan 58 megabaytlik narsani ko'chirib olamiz. Demak, hozirgina kompyuter qo'shganim uchun menda kompyuter biroz qotyapti. Demak, skachat на рабочем стол. На рабочем стол сохранить, начать скачать. Aytib o'taman, bugun biz birinchi prostoy video redaktordan boshlayapmiz, ya'ni video montajdan. Keyinchalik professionallariga ham o'tamiz. Prostoy deganim bilan unchalik siz o'ylaganchalik prostoy emas, albatta kerakli narsalarni qilsa bo'ladi. Skachat qilib olganimizdan keyin извлечение файл qilamiz. Извлечение файл. Okay. Mana извлечение файл qildik. Demak, извлечение файл bo'lgandan keyin esa video editorga ikki bor bosamiz ustiga. Va yozik, bu yerda adashmasam faqat ingliz va ruscha yozuv bor, o'sha uchun ruscha yozuvni qo'yamiz. Dalее. Я принимаю условия. Bu yerda условияni ham tekshirishingiz mumkin. Bu yerda atiga 10 kunga bepul berishini aytgan, lekin biz hozir bir umrga bepul qilib olamiz. Dalее. Создать на рабочем столе. Да. Dalее. Установить. Hozir bir narsaga shoshilmang. Hozir bu yerda bir narsa qilish kerak. Videoni o'tkazib yubormasligingizni so'rayman, ya'ni. Demak, установить bo'lgandan keyin mana bu yerdan galchkani olib tashlaymiz, ya'ni birdaniga запустить qilmaymiz. Demak, galchkani olib tashlaymiz, завершить so'ziga bosamiz. Endi завершить so'ziga bosganimizdan so'ng mana bu yerda papka bor, ismi crack. Demak, buni ochamiz, ochib qo'yamiz, shunchaki ochib qo'ydik. Endi mana bu programma uстановка bo'lgan programmamiz. Buni ustiga mishkani yon tarafini bosamiz va свойства so'ziga kiramiz. Свойства so'ziga kirganimizdan keyin расположение файла so'ziga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda papka ochildi. Demak, men buni ikkiga bo'lib olaman, ya'ni ikki xil papkaga. Demak, mana bu programmamiz, mana bu esa boyagi papkamiz, kerak degan papkamiz. Demak, mana bu ikkalasini ham olib bu yerga tashlaymiz. Tashlaganimizdan keyin перемести замена so'ziga bosamiz va продолжить. Endi bu bo'lgandan so'ng esa rec so'ziga bosib, ustiga 2 marta bosamiz. Va mana bu yerdan video montajni sizlarga aytib o'tadi. Da va da. Endi programma biz uchun butunlay besplatni. Ko'rib turganingizdek, endi programmani ochamiz. Programma avtomatik ochildi. Demak, bu bizga aytilgani, bu programma sizda endi bir ishlaydi degani. Mana meni videolarim ochildi. Aytib o'taman, sizlarda video ochilmaydi. Birdaniga mana bunaqa bo'lib turadi. Demak, bu yerdan masalan videomizni ochamiz. Masalan, bironta videoni montaj qilishimiz kerak. Masalan, menda papka 2 da videolarim bor. Plus so'ziga bosaman. Bu yerda yo'q ekan. Demak, esdan qidirib ko'ramiz. Yoki bironta bir videoni olib shunchaki tashlasak ham bo'lsa kerak. Demak, mana bu insonni olib kelib shunchaki tashlab ko'ramiz hozir. Bo'lmadi. Ishqilib hozir video bu yerdan tashlab olishimiz kerak. Новая papka 2. Mana новая papka 2 ni ustiga bosgandim, videolar ochildi. Demak, новая papka 2 ni ustiga bosdim, video ochildi. Demak, menga mana bu video kerak. Ustiga 2 bor bosaman va bo'ldi. Video tanlandi. Xohlasalar yana video qo'shishlaring mumkin. Demak, men bitta video montaj qilishim kerak. Shuning uchun bitta videoni tanladim. Endi redakировать so'ziga bosamiz. Mana video. Ko'rib turganingizdek, video chiqdi. Demak, qo'yamiz. Bu yerda обрезать video, ya'ni
birinchi videoni redaktorga o'tkazish uchun obrazet yana keraksiz joyini olib tashlaymiz. Mana bu joyidan olib tashlaymiz. Demak, mana shu joyni olib tashlaymiz. O'zidan o'zi obrazet bo'ladi. Effektga o'tganimizdan demak obrazet bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda obrazet bo'ldi. Endi bu yerda xohlasangiz rangini o'zgartirishingiz mumkin videoni. Masalan, mana bunday. Mana bunday. Xohlagan bir rangga o'zgartiramiz videomizni. Masalan, chappa qilib ko'rishimiz mumkin shu an. Men yana bu yoqqa o'tib ketdim adashmasam. To'g'ri. Demak, chappacha bo'lib qoldi. Endi bundayga effekt realность yoki bunday yoki xohlagan bir svet. Menga ko'proq avatar yoqdi. Ko'kni qilib tashlasak, mana bu va mana bunga qo'yaman. Yo'q, hozir aytaman, qaysidir chiroyli bir effekt bor edi. Demak, mayli, avatarga qo'ydim. Endi tekst grafika. Demak, tekst grafikadan bu yerga biz tekst yozishimiz mumkin. Добавить tekstga bosamiz va o'z ismimizni yozamiz. Sanjar. Demak, men katta harfda yozaman. Demak, bu meni ismim. Okey, buni bu yoqqa tushiramiz. Grafika Rusinik so'ziga bosamiz. Xohlasalar bu yerda svetini o'zgartirishlar mumkin yozuvdi. Ya'ni mana bunaqa xohlasalar xohlagan bir svetga. Endi Rusinik so'zini bosamiz va Добавить Rusinik so'ziga bosamiz. Xohlasalaring o'zlaringni rasmlarini qo'yishlaring mumkin. Masalan, menda mana bu rasm bor. Aytaylik, любой papkadan birorta rasm oldim. Demak, mana endi улучшениyaga kiramiz, ya'ni качествосini улучшение qilamiz, ya'ni xohlagan bir svetga yarkis или xohlagan bir rangga olib kelamiz. Demak, mana bunday qildik. Endi zamena звук. Ya'ni zamena звук. Videoni xohlasangiz ovozini o'zgartirib tashlashingiz mumkin. Masalan, buni qanday qiladi? Buni Добавить audio so'ziga bosamiz, vibrat. Va bironta bir ovoz tanlaymiz. Masalan, ovoz tanladi. Endi bu yerdan переход so'ziga bosamiz. Xohlasalaring переход qo'yinglar. Masalan, переходni xohlasalaring ustiga 2 marta bosib, keyin buni pastga tushirishlar mumkin. Endi muzika. Bu yerda muzikani qanday qilib fonni o'zgartirishni o'rgandik. Bu kerak emas. Endi sozdad. Bu yerdan xohlagan bir formatni tanlaymiz. Ya'ni prямо DVD diskga zapis qilsa ham bo'ladi yoki sozdad HD video yoki xohlagan bir noda sozdad qilsa ham bo'ladi. Men sozdad HD video qilaman. Sozdad качество turgani ma'qul, chunki katta качество juda ham yaxshi. Sozdad video. Рабочий стол и сохранить. Mana bu yerda hozir сохранить bo'ladi video. Demak, mana ko'rib turganingizdek juda ham tez сохранить bo'ldi. Сохранить. Okey. Programma aytib o'tganimdek bepul ustanovka qildik va bizga endi bu programmaga pul to'lash kerak emas. Videoni ochib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, mana meni ismim. Mana meni ismim chiqyapti bu yerdan. Va qo'ygan rasmimiz va o'zgartirgan svetimiz ham bu yerda bor. Ko'rib turganingizdek, programma juda ham oddiy ishlaydi va juda ham tez ishlaydi. Ikkinchi marta ustanovka qilganimizda men sizlarga albatta bundan kuchliroq video redaktorni ko'rsataman. Ya'ni unda professionallar ishlaydi. Demak, video montajni ikkinchi qismini ham kutib qoling. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Tangiru Sanjar bo'ldi. Keyingi video uroklarda uchrashguncha xayr.